Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Noyer Nabiyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizada 5 ta bloger va 5 ta achchiq raund. Har bitta raundda achchig'i miqdori oshib boradi. Kim oxirgacha bardosh bersa, ana o'sha odam mana shu sirli sovg'amizni egasi bo'ladi. Rayhon bardosh bera olmaydi 100%. Achchiq yaxshi ko'raman men. Balki bardosh bera olmayman. Achchiq yaxshi ko'raman. Achchiq haqida gapirmadim. Xo'p, Shohruz achchiq oylisanmi? 100% bor-ku. Lekin men azimdan kutyapman. Men chempion bo'ldi, achchiq. Ha, men bugun yeyman. Men qusaman. Bo'pti, men unda mana bu sirli qutini mana shu qo'yib qo'yaman. Unda biz birinchi raundni boshladik. Let's go. Go! Minnat ketdik. Keyingi narsani bildim men. Rayhon minus aura. Hozir Rayhonnikini sen yeb qo'ysang, plus aura bo'ladi bilasan. Men yerligini ham yeyman-da. Nonu. Oilam bilan bo'lishkim keladi-da. O'zi shirin bolasi-da. Yesang rozi emasman. Ay digir. O'zim ochib ketdi. Qo'y ko'sa. Yordam bergan tilim kesilsin senga. Qo'y kuya. Bo'ldi. Burunduqli bo'ladi bitta qaragan. Round 1. Fight. Короче, bu hali eng tuftasi. Halimi? Hali. Halim bormi, halim? Bo'pti, mayli. Qizlardan bo'lsin-a birinchisi. Jovlonga berasizlar. Nima men yeymanmi hozir? Mana bu sizga. Ikkalasini ham yeyishimiz kerakmi? Ikkalasini ham yeyish kerak Rayhon. Mana qilaverasizmi, abu? Oldi qanaqa ekan? Oldi bundan kichkina ekan. Kattasi ekan-da, kattasi ekan. Noyer Nabiyev uchun ranglariga mos. Rangimiz bir xil, abu bilan. Time. Lekin davayt. Lekin rostini aytaman, achchiq narsa вообще yomon ko'raman. Вот mujik gapim. Mana yomon ko'raman. Nikkak. Ikki xil gapirdingiz. Ikki xil? Boy yeb beraman siz. Ha, yeb beraman, lekin yomon ko'raman. Lekin menga o'rgatishgan o'tirib yegandim. Bo'ldi, mana shu joy ketdi. Heyt. Noyer Nabiyev kanali yopiladi 1-2 kundan keyin. Men o'tirmasam ham o'tirgandek ko'rinaveraman. O'tirganimga nima Kichkina ko'rinyapman. Hop, подписчикlar ichida qorni ochgan bo'lsa. Nodir videosini hamma ovqatlanib o'tirganda ko'radi, to'g'rimi Nodir? Bu fakt emas. Mani videoyimni hamma ovqatlanayotganda ko'rsin. Hamma. Mana, misol uchun Afrikada yeyishga narsa yo'q-ku. Muhimi bizda salom kola bor. Ovqat yeganda gapirmaydi. Bo'pti, uni buni qo'ylaring. Yana qaysi blogerlar bunaqa YouTube'da ovqatlagansizlar? Mazza qilib. Minnat ketdik. Minnatli osh tatimaydi. Men yeb oldim. Yeb oldingmi? Yo'q, qolib ketdi-yu. Kim birinchi yeyishga o'ynayotgandek? Уже ozgina oz achishni boshlayapti. Hozir ko'tinglar shunaqa achiydi lekin. Men ko'rdim uni nimalar borligini. Unitazimiz sinib ketsa kerak. Rayhonniki ayniqsa. Rayhonni uyda Sinmaydi, men og'ir emasman-ku. og'ir emas, achchiq, o'stri narsa temirni sindiradi, bilasan? Yo'q. Bilmayman. Og'irmasiz yeydigan narsangiz og'ir deb qo'yasiz. Keyingi narsani bildim men. Hamma yeb oldi. Ha, meniki bitta men bitiring. Azim og'zingiz achish boshlayaptimi? Yo'q. Men ko'partmadim. Biram mehribonsiz. Bilasan-ku. Senga bo'lgan sevgim oshkor emas. Bekordan bekor lekin salom ko'l qo'yib qo'yganim yo'q. Ha, voy, bitta narsa esimdan chiqibdi mana. Agar og'zingizlar achib ketib, mana bu o'rtada turgan qatuvni ichib qo'yadigan bo'lsanglar, Minusmi? bo'ldi, o'ynashib ketasizlar. Qattu, yoqasiz menga qattu. Ye. Ko'raman sizni. Va qatta ko'rasan, Nodir. Rayhon minus aura. Mash salom kola ofisda 2 oy yotdi. Ana ichaman, mana ichaman dedim, icha olmadim. Va izlar Nodir Nabiyevning syomkasida nasib qilgan ekan salom kolani ichish. Hamma yeb bo'ldi. Keyingi raundni Rayhon e'lon qiladi. Keyingi raundimiz boshlandi. Boshlandi. Round 2. Fight. Boksga chiqiladi, endi ko'tarmasa chiqiladi. Xo'p, mayli yana qizlardan boshlaymiz. Men qiz bola emasman.
Qarang mana. Ana bu adolat bo'lish kerak-da, qarang. Bolalarga qanaqada, qizlarga qanaqa. Menga ko'p bergan. O'shada adolatda bu. Yo, bitta abu yedirib qo'ysin Rayhonga ham, bitta. Heyt deydi qolib ketsam kerak. Bitta yedirib qo'yasanmi Rayhonga? Lekin hozir Rayhonnikini sen yeb qo'ysang, plus aura bo'ladi, bilasanmi? Kimlar ko'rayotgani esingdan chiqmasin. Kechirasizlar. Kechiringlar. Syomkangga semichka anaqa qilmaganmiz. Nima ekan, nima? Ha? S harfinicha omalaring tillaring hech qachon. Ikkinchi raund o'rtoqlar bizda achchu chipslar. Demak, biz achchiq chipslarni yeyishni boshladik. Ko'rmoq bor-u, yemoq yo'q. Tushunmadim. Hammasini yeyish kerakmi? Da. Jinnimisan? Ko'p-ko'p. Hammasini yeyish kerak bolalar. Yo, lekin achchiq hech kim. Yeymiz, davay, yeymiz. Yo'qmisan? Yo. Mana buni ichida nima borligini bilasanmi? Pul emas-da, pul bo'lsa yeb beraman. No, любой narsa bo'lishi. Pul bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Yoki Lekin qimmatbahomi? Qimmatbahomi? Qimmatbaho. 100%. Ha. Bo'lmasa seni yeymiz. qimmatbaho faqatgina salom kola, do'stlar. Boshladingmi? Voy, Achchig'i bor. achchig'i bor. Voy. Azim chiqmaysiz. Lekin ovqatni uval uvol quvvatdi qilmoqda. mana. Voy 5. Azim uval quvvatdi ovqat. O'shan yedim, uval qilmadim. Mana yerda ham bor. Men yerdagini ham yeyman-da. Nonu. Mana ko'rdinglarmi, kuladi. Nonni yo'q. Uvoldan qo'rqmaydi Azim. Qo'rqadi. Mana. Uvol qiling, to'kding. 4 ta to'kildi. To'kildi. Hammasi kiyimga to'kildi. Yo'y, yerga ham to'kildi. Olib qo'yman, yeb qo'yaman, yar. Haqsi bo'lsa. Men sumkasiga soltaman, sumkasiga. Shohruz bekordan bekorga sumkasini olib kelmagan ekan. Mana hamma achchiq narsalarni sumkasiga solyapti mana. Uyda yeyman deng. Oilam bilan bo'lishkim keladi-da. Voy. Oila parvar inson. Og'zim achib ketdi. Yemagu pomoch. Sorry. Men qo'yib qo'ydim, mana. Rayhonga prikol qilaylik dedi, banda qo'yib qo'ydi. Qo'ydi. Bezobraziya. Hozirgi bitta qiz bo'lib qolgani ham noqulay bo'lib qoldi bizga. Bo'pti, davay, yush kerak, shoh. Yo, men yomayapman-da. Nimaga? Yutqizganini tan olyapti. Agar og'zing achib ketgan bo'lsa, o'rtada qattiq turibdi. Yo, yo, keyingi raund mayli. Olib turing, anaqammi? Nodir. Ha. Voy. Qarzga chalib qo'yamiz. Oramizda Jo'lon birinchi bo'lib yeb oldi mana. Qalay Jo'lon? Bundan shirin narsa yemaganman. O'zi shirin bolasi-da. Qanaqa yeysizlar buni? Yo'qmiz, yuchish uchun. Priz bor o'rtada. Agar oddiy narsa bo'lsa, Salfetka. men ko'rsam xursand bo'laman, to'g'rimi? Ha? Men ko'rsam xursand Siz bo'laman. ko'rsangiz xursand bo'lasiz. Bravo. Yo'q. Mancha. San ham hamma xursand bo'ladi. Men korobka ichida nima borligini bilaman. Morozelkaga solingan bumaga bor ichida. Чтобы ko'tinglar yonganda. Ko'tinglarni artib. Mayli bo'ldim. Rayhon yeb oldi, bizlar ham chiqimimizda bor-la. Akkuratnimiz edi. Qizlar komandasi. Yo! Rayhon Don't touch me please. Yo, например, manikini hozir padechka qilib Rayhon yeb bersa, nima minus taraf bormi? Men siz bajarishga qilmayman. Plus aura bo'ladi lekin Rayhon. Shohruznikini yeb yuribdi degan gap chiqib ketmasin yana. Shohruznikini hamma ham yeyavermaydi. Ana. Yesang rozi emasman. Yo'q, g'irrom qilmaylik-da. G'irrom bo'lmaydi, voy. G'irrom bo'ladimi? G'irrom bo'lmaydi. Agar xohlab yesang, g'irrom bo'lmaydi. Yo'q, xohlamayman. Xohlasan-ku. O, editlar bo'ladi. Mani ko'pchilik anaqa ovqatimni qoling. Qo'y kiyasam. Qo'y kiya. Bo'ldi. Bo'lsa yemayman boshqa. Ana bor, zaparkka qo'ylarga ovqat berasiz. Bila, mana bizni tarelgacha olib kelsam bo'lar ekan. Mana bizni tarelgacha olib Rayhon menga beray. Bechara qatta qilmaylar Rayhon. Rayhon jigarim samarkandskiy levu. Ay digir. Keyingi shartga o'tamizmi, yo'qmi? Oxirigacha yeb olishsin keyin. Men rostdan yo'mayman. Qiz bola, men Rayhonday bu, ozgina sal uyal, zemlaki tem bo'l. Shu narsa yaxshi ko'rib. O'g'lingiz bitta pecheni yomadi desa, qanaqa qaraysan ko'zlariga? O'zim achib ketdi. Lekin agar keyingi raundga o'tkazsanglar meni, o'tkazinglar, bo'lmasa men hammasini yo'mayman. Rostdan. Yo'q, rozi emasmiz. Yeb bo'lsangiz o'tasiz. Yesang o'tasan o'z. Meni o'tishim seni qo'lingda emas. Xo'pmi? Men bilaman qonun qoidalarni. Hamma joyda ham qonun ishlamaydi, shuni bilib ol. Qonun bizish uchun chiqarilgan. Uni bizish kerak. Shuning uchun men bo'ldi yemayman.
Voy. O'rtoqlar kommentariy kim? Kanal o'zimniki xohlaganimni qilaman. Na, xohlagan ishingni qilib tashlasin, ye. Bu ham yeydi. Sen yeysiz. Og'zim achib ketdi-da. Meniki ham achishyapti. Adolat bo'lishi kerak. Jigarim, qarashib o'ring, shuni yeb qo'yaylik, bro. Menga qarashmizmi? Yo, sizga ana qarashsin. Yo'q, men Jo'lon. Bu jigarim o'zimmi? Plus respekt Jo'longa. Shundoq yozib yuboringlar, iltimos o'rtoqlar. Kommentariyaga o'tib. do'stlar tabriklashinglar mumkin. Biz Abu aka bilan quda bo'ldik. Bu yangi Insta film ssenariysimi? Qudasini kiydirib ketgan kelin. Mana jigarimga to'kib beryapman. Hozir ana oxirgisini mana. Ham birgalikda. 1, 2, 3. Bu yedik. Ya, bular adolatsizlik qilishyapti. Men bunaqa narsaga qarshiman. Jo'lon bunga ham yordam beringlar. O'z do'sting senga yordam bermayapti. Qiz bola bo'lganimda yordam berardim. Qaysi qiz bolaga yordam beraman? Menga yordam berdi bu. Men bilaman, brat, lekin. Qayerdan bilasiz siz? Sen bilmaysan-da ko'p narsani. Nima demoqchisan? Ha? Menga qara demaydi, senda hech ham bor lekin. Voy! Qusib beraman talilgan. Okey, iflos. Men sen uchun achchiq yutdim bag'rimga. Yo, anaqaqa gaplashib olinglar. Rahmat jigarim. Hazil qilib turaman endi, bilasan. Yordam bergan tilim kesilsin senga. Bo'pti, 3-raundga o'tamizmi? Mazeli qochadi hozir. Va, Shohruz yeb oldi. Men bo'ldim. Shohruz yeb bo'ldi. Da. Zemlakim yeb oldi. Shaq to'kmadingmi jigarim? Yo, yedi. Azim. Jigarim. Keyingi raundga Azimga men yordam beraman. Oxirida yutsangiz priz menga bering. 100% beraman, mana 5 oling. Demak, azizlar, bizda 3-shart. Jam. Bizda 3-raund achchiq nimalar bo'ladi? Palichkalar. Achchiq Palichka. Tayoqchalar. Da, achchiq tayoqchalar, oyoqchalar. Let's go. Fight. Hammasi ish kerakmi? Ha, Bitta odam 5 deyish kerak. Yo. ko'ra olishinglar mumkin. Achchiq palichka. Qizlarga. Yo, qizlarga dedim. Bu sizga. Silvestr Stallone. Qalampiri rasmi bor ekan. Hammasini joyida yeb bersangiz. Yo. 200 ming so'm shitir. 200 ming mana sumkadan. Yo, stavkasi kam, cho'g' ekan buni. Ishoning 200 ming dolmi, balki 200 ming emasdir. Bu pulga uchadigan bola emas u, normalniy, dostoyniy. Mana shu ikkalasini berardim. Maqtanib qo'yasan endi. Yo, adamning puli. Yo, ochib qo'ymadilar-da mana o'yirim. Ocholmayapman buni. Ber ochib. Voy. Azim открывашка. Bitta taklif bor menda bolalar. Hammasini bittada og'zimizga solib, emotsiya qilmasdan kameraga qarab turamiz. U seni YouTube'ing zo'r bo'lib ketishi degani bizning sog'lig'imizga zarar yetish kerak emas. Yo, zo'r bo'la. Mana hozir o'tib, like bilan podpiska bosib qo'ysanglar, xuddi shu ishni takrorlaymiz. Faqat bizning akkauntga bosinglar mana. Javlonni, Azimchikayniz, Abuzer, Rayhonmi. Davay. Hozir o'zi stop qilib, shundoq podpiska bilan like bosib qo'yinglar, bo'ldi. Mana Nodir o'zi birinchi boshlab beradi. Agarda Nodirga o'xshasa, xudo xolasa biz ham qilamiz. Yo, 1-2-3 ga sanaymiz. Hammamiz sraz o'zimiz solamiz. Men uni qila olmayman. Tayyormisizlar bolalar? Agarda tuflab tashlasam yutqizaman, to'g'rimi? Men hammasini yemayman. Ketdi. Davay, ketdi hammasini. 1, 2, 3. Menga ishondilaring. Men bitta yeyman. O'zimning fikrim, o'zimni miyam bor. Kimdir aytgan ish qilmayman. Ortiqmas, ta'mi bor, sassiq. Sassiq olsam. Sassiq. Ha. Ya просто ta'mi sassiq ekan, ortiqmas. Achchiq, og'zim achib ketdi. Ya o'ylab ko'r lekin. O'ylab ko'r. Stakan beringlar. Ketdimi Shohruz? Bo'ldimi? Taslim bo'ldi. Taslim bo'ldingmi? Agar keyingi raundga o'tkazsanglar, qolaman. Lekin bu narsa men yo'mayman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Achchiq ko'pchiligiga yoqmaydi, men allergiyam bor.
Boshimda bo'lib qoladi. Mana boshlandi. Mana. Rostdan afrikancha tilda gapirishyapsiz hozir bor. Seni sog'indim. Sen ham sog'ingan bo'lsang menga yozding. Sen ham sog'ingan bo'lsang, menga yoz. Mana shuni yeb beraman, nech pul berasizlar? Vot ber. Mana pul, mana pul. Yo, u yerda pul yo'q. Pul bor. Yo, nayir chiqma. Voy. Mayli bo'lyam. Men ochib qarab bitta aytib beraymi? Yo'q, abu qarz bo'la. Abu ko'rmadi. Abu aka. Tiqildi ana unga, tiqildi. Voy. Orzu qilgan narsami u? Yo, vot, mana Pamurskomi. Qo'ying deb yo'q o'ting gapim bor. Orzu qilganman u, buni men. Labu bu. Yig'layapman. Nima bo'lib qoldi? Voy bila. Rayhonga salbet olib kelgaring. Burunduqli bo'ladi bitta qaragan. Hali yana ikkita raund bor. Ay, to'kildi og'zimdan. Shartmidi shu video? Rayhon, Azim, Jo'lon hammasini yedik. Lekin mana ishoninglar, ichida pul bor, 100%. Men aldamayman. Fake dollar bo'lsa. Yo'q, ichida pul bor. O'sha pulga 3 million qo'shinglar, yeb beraman. Bu pulga 3 million qo'shsa slishkim ko'p bo'lib ketadi. Men ko'ngillanadigan narsa ekan, jigar. Ancha emas. O'sha hidi ta'mi sassiq. 4-raundga o'tamiz. Yo, to'xta, men taqdirim nima bo'ladi? Bo'ldi, sen chiqib ketding. Yo'qol. Ichdimi qatuvni? Qatuv ichib qo'ydi. Ichmadim-da. Ichmadingmi? Bo'lsa hammasini ye. Hali sportniy bo'lib turibdi vaziyat. Qarang, u pulga 3 million qo'shsa, ko'p bo'lib ketadi lekin. Tushunasizmi? Mana qaranglar, mana. O'ylab ko'ring. Bitta mana kusochkasini yeyman. Yo'qsa hammasini yeb qo'yaman. Men boshqa kelmayman sizga tubingizga. Yig'latdingizmi? Yo'q, bali. Bo'ldi mana. To'g'risi. Ichdimi? Bunaqa qusgim kelyapti. Давайте men Abusherga yordam beraman. Bo'ldi, 4-raundga o'tamiz. Tarelkalarni hammasini yig'ib chiqing. Давайте, tarelkalar. Tarelka. Menga kerak. Mana bunaqa sassiq narsa olib chiqmalaring boshqa. Round fight. Chiqramyonga men tayyorman. Mana endi yetib keldinglar. Bugun hozir mana shu raundda ikkita odam uxlaydi bir ham. Oo! Tilim achchig'i ketmayapti. Ramyongir. Hammaga tarqatyapsizmi? O'zim xizmatdan. Abu, ushlab turing. Azim Chikvaynskga mardonavor xizmat ko'rsatgani uchun ikkita. Hamma uchastniklarga berildi. U kimga? Sangami? Ha? Qatnashyapmanmi? Voy. Remontda. Nodir ko'rsin, bizda yotdi. O'yindan chiqqansan. Ya, men buni yeya olmas ekanman. Bu o'sha bolalarni qizlarga eladigan qulog'iga lapshasi. Sizlarni bolalarga iladigan lapshasi bu. O'rtoqlar, mashramyonni sizlar uchun yeb beraman. O'shaning uchun 100 mingtaga ozgina qoldi. Podpiska bosib qo'yinglar. Ana, ketdi. Qahramonlik ko'rsatyapti Noir Nabiyev podpishchilar uchun. Jinni. Oziq qisvoradi. Nol impact qahramonlik. Lekin ularga nima foydasi bor buni? Content. Sen achu narsa yeyishing odamlarga qiziq emas. Qiziq, men uchun qiziq masalan. Nodirni o'rtog'im bo'ladi mana. O'rtoq, o'ylab ko'r. Balki qatuv. Basharasiga qusib ber, Nodir. Men orqada turaman faqat. Voy. Ollaring bitta. Super bratik bo'lyapti-da. Azizlar, Nodir o'z syomkasida vafot etdi. Rayhonga boqdi. Ramyon bo'lib ketding sen ham. Qattu ber, jigarim. Bo'ldi, men o'yindan chiqdim o'rtoqlar, qab bo'yizdi. Men oxirigacha bormoqchi edim, to'g'risi. Lekin men bundan keyin azmam yo'talishni boshlayapti. Oramizda eng achchiq yeydigan odam ham yo'talishni boshlayapti o'rtoqlar. Achchiq sevar, vatanparvar. Yo, men ketma-ket achu yemaganman-da. Bitta ham kelganim raund bersanglar berardim. Buni suvini ham ichish kerakmi? Oxirigacha bir. Yo, naprin hozir hammasi hech kim yeya kim yutadi shunda? Men Voy. Xo'p, aziz qadrli futbol ixlosmandlari, bizda 3 kishi. Bizda 3 kishi qoldi. Короче, hozir bitta savol beraman. Juda ham oddiy. Faqat tez javob berishga ulgurish kerak. Bittagina shansi bor. Shans private, to есть. Короче, yutqizadi. Agar to'g'ri topsa, ramyonni yemaydi. Keyingi bosqichga o'tadi. Qora dengizga qizil futbolka tashlasa nima bo'ladi? Qizil dengiz. Qora dengizdagi qizil futbolka bo'ladi. Narsa bo'lmaydi. Yo'q, unaqa javob yo'q. Qo'l bo'ladi. Qo'l bo'ladi. Ha, to'g'ri topdi.
Hammaga yoqimli ishtaha. Tez va mantiqiy savol. To'g'risini aytaman. Azim qarib qopti. Tishlagan joyini qo'ya olmaydigan pitbull edi-ku Azim. Ha? O'g'lim, jigarim, davay. Bugun 100% qattiq ichmayman, oldin aytaman. 100%mi? Yana bitta savol bilan bir kishini chopib, bir kishini ikkinchi bosqichga o'tkazamizmi? Bizda bolalar ozgina qiynalib ketishdi. Ramyonni oxirigacha yolishmayapti. Shuning uchun Abu yana bitta savol beradi. Kim topsa, o'sha bola yemaydi. Tez topishinglar kerak. Bu ham mantiqiy savol. Qaranglar. 2-3 ta variant aytish yo'q, maksimum 2 ta variant. O'ylab javob beringlar. Xato shartlar qo'yishyapti-ku. Qaranglar, bitta dalada 10 ta tuyoqush yig'ilgan. Agar ulardan 4 tasi uchib ketishga qaror qilsa, dalada nechta tuyoqush qoladi? 6 ta. Birinchi variantingiz ketdi. Tuyoqush ucha olmaydi. Tabriklayman. Tuyoqush zotdiq. Tuyoqush qanaqa bichadi? Jovlon, Yaratganning o'zi bizga madadkor, kim ham bizga teng kela olardi. Aziz qo'ying sizlar bilan do'stlar. Oxirgacha yetib ketaman. Lekin bor-u, yeb berardim, realniy. Prosta azim yutsa, bari pulni menga bo'lishamiz-da, chunki Albatta. Davaychi 5-shartni boshlaymiz. Qaranglar, hozir azimchi kutsa 4 ta o'rtog'iga bo'lib bersa, lekin zo'r summadan qolar ekan. Men hozir o'zim miyamda hisoblab ko'rdim. Hozir o'rtoqlar bizda 2 ta odam oxirgi shartda qoldi. Bu grand final. Rayhon bilan Azimchik Vines. Kim yutadi? Buni vaqt ko'rsatadi. Sizlar like bilan podpiska bosib qo'ying. Final round. Fight. Mana bu короче jalapeno. Ana qarang, ana sizga. Ber mana. Kichkinasini san olma. Eti qo'yishlariga yo'qmi? Agar ikkalamiz ham yesak, Rostdan, ikkalasi yemasa nima bo'ladi? 1 minut vaqt beriladi. 1 minut ichida yeb berishlik kerak. 1 minut ichida yeb bermagan odam o'sha yutqizadi. mayli bo'ldi. Azlashdim. Lekin Rayhon qattiq ma'mu. Qara, zo'r kesadi. Ozingiz achib turibdi-yu. Bitta qattiq qara. azim sizga ishongan holda tashlab ketganman bu shartni bilasiz. Lekin mana bitta qattiq bor-da. Shundoq kesadi, ishoning. Ozingiz achib turibdi-yu. Yo'qol. Yurang bitta narsa bor-da, men ko'rsataman. Ozingiz achib Yo'q, turibdi-yu. yo'qot. Mana bu yerda shayton, mana bu yerda qarashda turadi. Qani hidini qillang bitta. Do'stim bittada. Qaranglar, 1 2 3. Bo'ldi, azim yutdi. Alvido Rayhon, pul bizaniki, mukofot bizaniki o'rtoqlar. To'xtanglar, hozir oxirigacha yeb yutib bo'lsin. 1 minut vaqt. Voy. Kameraga. 10 sekund. Damyon gir. To'xtang, hali ochmang. Ochmayman. Men Rayhonga rahmim kelyapti, mamutni. O'rtoqlar, videoyimizda Azimchik Vines g'olib bo'ldi va bizani sirli sovg'amizni egasiga aylandi. Sirli sovg'amizni marhamat Azimchik Vinesga topshiramiz. Hoppa! 20 ming pul. Mana shu uchun keladimi syomkanga? It. Sirli sovg'ani puliga bir bonka qatiq ham bermaydi. To'g'ri, pul. Baribir bir kishim. Yo, lekin bunchalik bo'lmaydi. Men Aziz do'stlar, Nodir Nabiyev YouTube kanalida meni boshqa ko'rmaysizlar, chunki bu yerda fitna, mошенничество, жульничество. Agar meni chaqirmaganingizda, men sizga undan ko'proq pul berardim. Men prizni o'zi nima yutsam ham Rayhonga bermoqchi edim. Shuning uchun prizni Rayhonga beraman. Nimaga menga? Yo, o'zi bermoqchi edim. Taksi chaqirib bering, dudingni, o'sha mana. Uyimgacha yetmaydi bu. To'g'risi, hammangizga kattakon rahmat. Hammanglar kelib qatnashib berganingiz uchun. Hammanglarga plus katta respekt. sen bilan ofisda katta qilib gaplashamiz, majlis qilamiz bugun yig'ilib. O'rtoqlar, videoga like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Bizani videomiz tugayapti. Men bolalarga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bugungi videoda qatnashib berishganligi uchun. Men o'zim ham bugungi videoda qatnashdim. To'g'risi, men ham bilmas edim nimalar kelishini. Yeb ko'rmaganman hali. O'zim achib ketdi, oxirgacha bora olmadim. Lekin men oxirgacha o'ynamoqchi edim. Mana shu yerda turgan 5 ta odam bilan o'pishmanglar. Addushi maslahat. Videoni yop, oldi tayyorla. Bo'ldimi? Rahmat katta. O'rtoqlar, charchamanglar, keyingi videolarda ko'rishamiz. Jigar, lekin vashshi. Mana ikkinchi yegan palchkalar vashshi qilyapti, lekin mana analizdan olib chiqdim. Vashshi.